Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum qalbim mehrga limolim to'lgan azizlar. Ayni fursatlarda siz nima deysiz, tok shousini tomosha qilishga va bizni bugungi mavzuyimizga befarq bo'lmaslikka aziz muxlislarimizni chorlab qolamiz. Dastlab esa Boburga savolim bor. Aytingchi Bobur. Hayron qolmang. Mayli, har safar savol bermasdim lekin har safar savolni birinchi mendan boshlashingizga odatlanib qolganman. Yaxshi. Ko'niking va shu yo'nalishda davom eting. Xo'p, aytingchi, mehrning chegarasi bormi? Endi menimcha bor deb o'ylayman. Yo'q. Bu savolingizga qat'iy javob berishga to'g'risi birozgina qiynalaman. Sababi hozir men mehrning chegarasi bor desam, studiyamizga yig'ilgan ayollarimiz yo'q deyishlari mumkin. Agarda yo'q deydigan bo'lsam, boshqa mehmonlarimiz menga qarshi fikrlarini ham bildirishi mumkin. Chegarasi yo'q mehr farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladi deganlar ham oramizda topilishligi aniq. Keling, yaxshisi shu savol javobini studiyamizga yig'ilgan mehmonlarimizdan, ekspertlarimizdan bilib olsak. Ma'qul Bobur, har doimgidek savolimga aniq javob berishdan qochdingiz. Lekin xo'p, studiyamizga kelgan, tashrif buyurgan mehmonlarimiz, ekspertlarimizdan albatta bu savolning javobini so'raymiz. Dastlab esa bugungi mavzuyimizni aziz teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz mehrning chegarasi bormi, azizlar? Ayni fursatlarda studiyamizga yig'ilgan qadrli mehmonlarimizga, ekspertlarimizga assalomu alaykum deymiz. Eng avvalo mehr tushunchasini aniqlashtirib olsak, menimcha hech kim qarshilik qilmaydi. Ular uchun Barchinoy aytingchi, mehrni kimdan kutishimiz kerak? Biz o'zimiz ko'proq. Mana mehrni, eng yaxshi mehrni kimdan olgansiz degan mana shunga o'xshagan savolda albatta biz birinchi ota-onamizdan olamiz shu mehrni. Endi ota-onani mehri beriladi. Aslida nima ekanligini ana o'shanda his qilamiz, tushunamiz, to'g'rimi? Albatta. Mehrni birinchi shu ota-onamizdan olamiz. Endi ularni mehri beqiyos. Endi uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi ularni mehrini. Shunday ekan, men o'ylayman, bu mehrni o'sha ota-ona berayotgan mehrni farzandlar ham bilishi kerak. Ular endi mana shu ota-onamizga albatta biz mehrni berishimiz kerak. Shunday hollar bo'ladiki, o'sha ota-onaga emas, o'zini yaqinlariga emas, ko'chadagilarga, begonalarga ham mehrini ko'proq berib qo'yadigan insonlarga uchratganimizda, bu endi men o'ylaymanki, bu